Bir narsa qizadi. Sen o'zi meni sevasan. Shu Voy qara, qanday baxtli-ya. Qo'ymaydi. Ali yomon omadli bo'ladi. Biram yaxshi. Ayse, tabriklayman jongidan. Bir umr juft halolingiz bo'lishga roziman. Men sizni juda ham sevaman. Siz meni faxrimsiz. Biram yaxshi. Baxtimga doimo sog' bo'ling. Bo'ydoqli safidan ham ketdi. Qo'ymaysizlar-da, yigitlar. jayirni o'chirib yubormaylar. Eshitaman ona. O'g'lim, tez yetib kel. Dadangni tobi qochdi. Ona. Bardam bo'ling. Sabr tilayman. Assalomu alaykum dada. Aziz Ahmedov olamdan o'tibdi. Aziz Ahmedov? Yanglishmayapsanmi, Asad? Yo'q. Yanglishgam yo'q. Aziz Ahmedov nomiga barcha hujjatlar rasmiylashtirildi. Birinchi sonli notarial idorasi orqali tasdiqdan o'tdi. Hammasi siz aytgandek bo'ldi. Boshlangan ish oxiriga yetsin. Xo'p bo'ladi. Bankdan biroz kreditlarimiz bor ekan. Endi ko'p narsani oxiriga yetolmaymiz. Afsuski dadang ko'p narsani sirli qilib ketdilar. Aytgancha, dadang amakinga bundan bir necha yil oldin anchagina pul bergan edi. O'g'lim, balki amakingdan so'rab ko'rarsan. Xo'p. Assalomu alaykum. O'tir. Yaxshimisan? Men albatta yordam bergan bo'lardim. Qurilish boshlaganman, o'zing bilasan. Qarzimga kelsak, dadangga berib bo'lganman. To'xta. Aziz Ahmedov barcha mol-mulkini garovga qo'yib, bankdan katta miqdorda kredit olgan. Nimalar deyapsiz? Tushuntirib gapirsangiz-chi? Sud qarori bo'yicha uyni bir hafta ichida bo'shatib qo'yishingiz kerak. Yomon qilmadi-da. Kim telefon qilyapti? Bo'ldi. Yur ketdik. Ko'tarsen-chi. Ali telefon qilyapti, gaplashasanmi? Ha, nima? Qo'ygan. Kayfiyatim buzmagan. Unda emas, sen gaplash. Choyxonaga kech qolamiz. Gaping ham to'g'ri. Ketdingmi, bolalar? Yur, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, nima xizmat? Asadni yoniga keldim. Bir daqiqa, o'tirib turing. Asad Mansurovich, Ali Ahmedov kelgandilar. Bugun vaqtim yo'q. Ertaga kelsin. Xo'p bo'ladi. Kechirasiz. Bugun vaqtlari yo'q ekan. Ertaga soat 10 ga yozib qo'ysam bo'ladimi?
arzon garovga olgandursan. Ha nima? Unga pul kerak. Mayli, Bo'pti. sobi. Ko'rishamiz Ali. Balki biz bilan tushlikka borarsan. Hasan. Gapni aylantirmay muddaoga o'ting-da, bey aka. Bor davlatimni merosxo'ri yolg'iz o'g'lim Asad. Ko'rasan qizing qirolichalardek yashaydi. Ona. Chetga ketsam xafa bo'lmaysizmi? O'g'lim, bular senga u yerda kerak bo'ladi. Hali shunday omadlaring yurishib ketadi bola. Bizning ko'chaga ham bayramlar qaytadi. Albatta qaytadi. Men bunga ishonaman. Yo'qchilikda yonimda o'ziz, baxtimga sog' bo'ling onajon. Ketgan do'stlar qaytdi-ku bugun, pulni kuchin ko'ring onajon. Boshga sinov tushgan bir mahal, do'stlar kechdi juda oson. Bugun boshin egib qaytishar, pulni kuchin ko'ring onajon, onajon. Endi yig'lab afsus qilishar, sevganimda sevmagan o'sha qizlar. Bugun ko'zin suzib qo'yishar, pulni kuchin ko'ring onajon, onajon. Endi yig'lab afsus qilishar, sevganimda sevmagan o'sha qizlar. Bugun ko'zin suzib qo'yishar, pulni kuchin ko'ring onajon, onajon. Do'st ko'p bo'larkan, hol ahvoling so'rab turarkan, jigaring ham eslab turarkan. Pulni kuchin ko'ring onajon, onajon. Singanimda kulgandi ular, siz yonimda edingiz yonma-yon onam. Bugun maqtab do'stim deyishar, pulni kuchin ko'ring onajon, onajon. Ochib aytaman, ancha tayyor bunaqa joyga kelmagan edim. Nimasini aytasan, Mastum? Rostdan ham chiroyli. Naqshlarini qarang. Juda did bilan qurilgan. Bilasan, Ha, aytganingiz. senga Bizga ham nasib. sovg'am. Ta'tilda Lekin men juda ham shoshib turganman. 2 hafta Sen sen Istanbulga uchamiz. Men hozir nimani bilmayman. Albatta jonim. Xonimlar va janoblar, endi bu kechamizning sababchisi, Voy, mana nihoyat ko'radigan bo'ldik. ushbu biznes markazining asoschisi. Xullas, kutib oling, marhamat. Bravo! Voy, mana nihoyat ko'radigan bo'ldik. Oho! Bravo! bizga Qo'ysingchi.
oddiy odam bo'ling. Qaraymisanmi? Barakalla. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Hayotda kutilmagan zarbalar ham bo'lishi mumkin ekan. Bunday damlarda do'stlaring, yaqin qarindoshlaring madadkor bo'lishsa, zarbalarning qiymati qolmaydi. Gaplarimning isboti sifatida qiyin damlarimda menga yelkadosh bo'lgan do'stlarimga minnatdorlik bildirmoqchiman. Ammo do'stlarimning ichida eng sarasi bu meni onam. Ona, baxtimga doim sog' bo'ling. Boyligimsiz aslida o'ziz, baxtimga sog' bo'ling onajon. Ketgan do'stlar qaytdi-ku bugun, pulni kuchin ko'ring onajon. Endi yig'lab afsus qilishar, sevganimda sevmagan o'sha qizlar. Bugun ko'zin suzib qo'yishar, pulni kuchin ko'ring onajon, onajon. Endi yig'lab afsus qilishar, sevganimda sevmagan o'sha qizlar. Bugun ko'zin suzib qo'yishar, pulni kuchin ko'ring onajon, onajon.